O'zbekistonda 2026-yil pensiya qachon oshadi? Assalomu alaykum. Omonmisiz, qadrli muxlis? Iltimos, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Azizlar, bu kanalimiz siz uchun samimiy ishlaydi, xizmat qiladi. Shunday ekan, kanalga obuna bo'ling, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, yaqinlarga yuborishda bardavom bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting, biz bilan birga bo'ling. Qani biz unda boshladik. Manba: Daryo.uz xabar berishicha, O'zbekistonda 2026-yil uchun tasdiqlangan davlat byudjeti qonuniga asosan yil davomida pensiya, ish haq va nafaqalarni oshirish rejalashtirilgan va buning uchun byudjetdan jami 6 trillion so'm mablag' ajratilgan. Biroq pensiyalarning aynan qaysi oydan va necha foizga oshirilishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida farmoni hali e'lon qilinmadi. Mavjud rasmiy ma'lumotlar va byudjetdan rejalariga ko'ra vaziyat quyidagicha: inflyatsiyadan yuqori o'sish. Iqtisodiyot va Moliya vazirligining yangi strategiyasiga muvofiq 2026-yildan boshlab pensiya va nafaqalar miqdori mamlakatdagi yillik inflyatsiya darajasidan taxminan 7% yuqoriroq sur'atlarda, ya'ni kamida 6-7% ga oshirilishi kutilmoqda. Oshirish muddati odatda O'zbekistonda pensiyalar yilning ikkinchi yarmida, iyul-sentyabr oylari atrofida oshiriladi. Aniq sana davlat rahbarining tegishli farmoni imzolangandan keyin ma'lum bo'ladi. Mana sizlarga eltmoqchi bo'lgan xabarim shundan iborat edi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hozircha xayrlashamiz, keyingi videolargacha deymiz. O'zingizni ehtiyot qiling.